Qur'on bilan behojat bo'lmagan kishi bizdan emas. Ya'ni, masalan, Qur'on ahkomlari bilan behojat bo'lmaydi-da, o'ziga yana qonun istaydi. Konstitutsiya tuzaman deydi boshqa. Qur'onning yetami deydi. Kim mana shunaqa desa, Qur'on bilan u behojat bo'lmayapti. Qur'on bo'lib turib, u hojati bor yana nimalargadir. Boshqa qonunlar chiqarishga, boshqaga. Ana bunaqa odam bizdan emas, kofir u. Qur'on yetmayapti deyapti chunki. Yana bir ma'nosi Qur'on bilan behojat bo'lishdi. Masalan, Qur'on bilan qo'shiqdan behojat bo'lish. Shuni bilingki, mana qo'shiqda insonni mahzun qilish bor. To'g'rimi? Qo'shiq eshitganda odam siqiladi, xafa bo'ladi. Lekin yechim yo'q qo'shiqda. Ha, xo'p, yoring tashab ketibdi, xotiralaring qo'zg'ayapti, siqilyapsan. Yechim nima? Aytgan baraka topgur o'sha qo'shiqdan keyin. Yechim yo'q. Qur'onda ohangida ba'zan mahzunlik bor. Qur'onni eshitsa insonda mahzunlik paydo bo'ladi ichida insonni. Va lekin yechim ham bor davomida. O'sha mahzun bo'lsang, mana davomida Qur'onda aytgan, tadabbur qil, tasbih ayt Robbingga, mahzunliging ketadi. Shuning uchun Qur'on bilan qo'shiqdan, kuydan behojat bo'l. Yo'q, men Qur'on eshitsam to'ymayman, men qo'shiq eshitishim kerak desang, bizdan emassan sen. Demak, Allohning kalomiga to'ymaysan, shaytonning kalomiga to'yasan, sen musulmonmisan deyiladi. Bizdan emas deganda endi bu yerda kofir bo'ldi degani emas, albatta birdaniga. Musulmonchilik yo'l emas bu degani.